O'zini o'zi barbod qilgan yulduzlar. Eshitgandirsiz, Pol Pogba 4 yilga futboldan chetlashtirildi. O'z vaqtida kelajakda oltin to'p uchun nomzod bo'ladigan super yulduzga aylanish kutilgan yigit bugun menimcha maydonda to'p tepishdan butunlay voz kechmoqda. Juventusdagi dahshatli mavsumlardan keyin Man Unitedga qaytgan yulduz uchun boshda hammasi joyida edi. Keyinchalik bosh murabbiy Mourinho bilan munosabatlari buzildi va oxir-oqibat Jozega eshiklar ko'rsatildi. Aksiga olib qarangki, Mourinhodan keyin ham o'yini chiqavermagach, yana Juventusga qaytdi. Balkim barchasi shundan boshlangandir. U taqiqlangan moddalarni qabul qilgan va bular testlarda ayon bo'lib qolgan. Bu ham hayotning bir haqiqatimikan deb o'ylab qolaman ba'zida. Yaxshigina ishlab turgan murabbiyni ishiga aralashish, jamoadagi ichki muhitni buzishlar bari bir kun qaytar dunyo bo'lishi aniq edi. Zero biz musulmonlarda bu gap qayta takrorlanaveradi. Bu qaytar dunyo. Hech nima ertaga qolmaydi. 40 yilda bo'lsa ham qaytadi. Mana isboti bilan Pogbaga ham shunaqa kunlar kelib qoldi. Endi bilmadim, balkim men xato fikrlayotgandirman, lekin ichki qobiliyati yuqori darajali, kuchli, ajoyib playmakerdan ayrilib qolish yomon ta'sir qilmoqda menga har holda.